tavsiya qilamiz. Beshinchi bob, qonxo'r murda. Qachon hayron qilyapsan-ku deyman, ha? Jasad egisi deganimiz intayin qabi bo'lgan usul bilan sehrga ega bo'lgan kishini ko'rsatdi. Ya'ni kamolatga yetgan bir Azroil qo'nchoq o'ynatquchini o'ltirib, uning go'shini yegandilar. Mushundaq sehriy kuchga ega bo'ladi. Bu xil sehriy kuch nihoyat kuchli bo'lib, odatda qora sehrdan keladi. Undaq kishilarda jasaddan purqi bo'lg'achqa, hatto jasadlar uning ziyonkashlik qilmaydi. Bir qism jasad egalari hatto qonxo'r murdalarni kontrol qila oladi. Bilamsan? Agarda-chi, eliqi so'rin talatmi mushundaq murdalarni kontrol qila oladigan sehriy kuchga ega bo'lib qolsa, uning tankamligimiz bakli tas. Bundaq murdalar asosligi necha yuz yilgacha cherimay saqlanib qolgan jasadlarning qon bilan uchirishidan paydo bo'lgan. Vaqtisi odatdagi jasadnikidimi qabi. Jasad egisining buyrug'i bo'yicha berib odam o'ltiradigan murda. Bilamsan? Qonga bo'lgan ehtiyojini qondirish uchun hatto bu-chi ovchi bilan ovning munosabatiga o'xshaydi. Ya'ni biz murdaning ov nishoni bo'ldik degan gap. Murdalar kuch va hujum qilish jihatda hamma narsadan kuchlik. Agar uzun yillik murda bo'lib qolsa, ostinqi va ustinki iziq tishlari uzun o'sib chiqqan bo'ladi. Qoral yaraq, tig' degan narsalar uningga qaqinmaydi. Agar rostla shundoq ishga yo'liqib qolsak, g'alaba qilishimiz bilan o'lishimiz tang nisbat degan gap. U bir qitim seni o'ltiramidi. Shunga bu qitim oldin qitim qisidan razil vosita qo'llanishi mumkin. Shunga darhol berib tayyorlik qilmasak bo'lmaydi. Men sana bir adres yezib beray. Darhol shaharga berib, men yezib bergan adres bo'yicha mangsang, bir asoratli do'koniga borsan. U yana xo'jayini mening qadinas do'stim. Shu yerga berib, xo'jayinga deb uzun yillik qora eshak tuyuq deb kel. Murdalarni faqat shuning bilan bo'ysundirg'ili bo'ladi. Balkim u bugun kech sana qayta qo'l silishi mumkin. Shuning uchun jiddiy tutish qilmasak bo'lmaydi. Ha, ma'qul. Haros. Oğlasam murda tishlagan odamlarmi murdaga o'zgarib qolamish-ku. Nereden tapadigan sen mushundaq o'siriq gaplarni? Hey, nereden bu murda tishlagan qilib murdaga o'zgarib qoladigan ish ba? Undaq ishchi kinolarda bo'ladi, kinoda, aldingmi? Lekin uning tishlab verishidan ehtiyot qilmasang bo'lmaydi. Agar u tishlagan yana vaqtida davolab saqaytmasang, murda zahri ma yuragingga yetib berib, jonni oladigan ish ba. Bo'ldi, buni sana keyin tushuntirib qo'yay. Menga hozir berib, men buyurgan ishlarni qil. Bo'la. Wang Ling bu gaplarni anglab, hech nimani anqiramasdan shaharga qarab yo'lga chiqdi. Hozir uning xiyoli faqat yangi topshirgan ishlarni o'rindashtirdi edi. Burun u murda, jasad degandaklarni faqat kishilarning og'zida anglagan edi. Amdilikda bu ishlar o'z beshiga kelganda bo'lsa, hech nimani tushunolmay qolgan edi. U shaharga kirib, yangi yezib bergan adres bo'yicha maqdi. Degandek, u kelgan yerda bir asar atiqa do'koni bor edi. Do'konning sodisi yaxshi emasmi yoki xo'jayin do'konga bak qarab ketmamdi qandaq? Do'konning sirtidan qarasa, hech bir asar atiqa do'koniga o'xshamaydi. Bir qarashqa kishiga do'konni taqab qo'yib, tijorat qilmag'ili uzun bo'lgandek ko'rinadi. Sirtqi qiyofati nihoyat ko'ni edi. Wang Ling do'konning ichiga kirib qaradi. Do'konning ichi sirtiga qaraganda xeyli pokiz bo'lib, ichiga lo'nqa, mis yarmoq va boshqa shuningga o'xshash diniy buyumlar tizib qo'yilgan edi. Do'konning pokining orqa tarafida kichik bir eshik bo'lib, alayda mol akelgan xaridorlarni shuning ichida kutib oladiganday qiladi. Wang Ling atrofiga tafsili qaradi, lekin do'konning ichida hech kim ko'rinmaydi. Odam bormi? Do'konda odam bormi? Wang Ling atrofiga qarab to'ldi. Bir ozdan keyin yilqi kichik eshikdan chochlari oqargan. Bir yuzda odamning qo'qqisini keltirgudek yo'g'on totug'i bor. Shundaqli qarashqa makkarlarga o'xshaydigan bir kishi chiqib keldi. U
Wang Lingning usti bishig'i bir qarab etgandan keyin balkim biror yaxshi mol olib kelgan bo'lishi mumkin deb o'yladi. O'zlari nima tomoq yeydi ekan? Wang Ling bo'lsa bundaq maqsadlik aytilgan so'zlarni tushunmaydi. Shunga u yilqi kishining gapini tushunmasdan dedi. Sizlarga ko'p rahmat. Boy kagucha tomoq yeyapti ekanman. Sizlarning qoshlariga ozroq bir narsa so'rab kelib edim. Yollardi bormikin? Wang Lingning bir narsa so'rab kelib edim deganini anglab, yilqi kishining chiroyi o'zgardi. Nima ishing bo'lsa tezroqda, men oldirash. O kishining o'zgargan muomalasini ko'rgan Wang Ling hayron qoldi. Yollarda qora eshak tuyuqi bormikin? Heliqi kishi Wang Lingning usti beshig'i yana bir qarab etgandan keyin heliqi uyga yana kirib ketdi-da, uzun qolmayla seriq qog'ozga o'ralgan bir narsani ko'tarib chiqdi. Wang Ling pul to'lab mengishga tamshilib edi, heliqi kishi so'rab qoldi. Qarasam, hech bir bu ishlar bilan nima bilishdigandek qilmaysan. Bu narsani nimaga lozim qilasan? Wang Ling o'zining buni nimaga ishiltirganligini bilmaydiganligini, Yanxening o'zini bu yerga avatganligini aytdi. Yanxening ismini anglash bilan heliqi kishining chiroyiga kulgi yugurdi-da, Wang Lingni o'ltirishga taklif qildi. Nimandoq tez o'zgaradigan ablah bu? Heliqi kishi Wang Lingni o'ltirishga taklif qilib qo'yib, o'zi yana heliqi uyga kirib ketib, seriq qog'ozga o'raqliq narsadan yana birini ko'tarib chiqdi. O'zlarini Yanxening avatganini bilmay qopdiman. Yanxi mening qiyomatlik birodarim bo'ladi. Mana bu haqiqiy mol. Necha ming yillik murdalarni tez piktira oladi. Wang Lingning buni anglab, texmo ochchig'i keldi-da, heliqi kishini tilladi. Bu ablah. O'lim ishig'imi chaqchaq qilamsan? Xapomisizlar, o'zlarini Yanxining avatganini bilmay qopdiman. Qonlashmagan. Wang Ling bu yerda turg'isi kelmay, uzun tursa ishig'i daxli yetadiganligini aytganicha bu yerdan ayrildi. Bu vaqtda yilqi so'rin talatmo allaqachon Wang Ling bilan Yanxining munosabatini surishtirib, aniqlab bo'lgan edi. U Yanxining palchi ekanligini bilgandan keyin qaqoqlab kulib ketdi. Asli ish mundaq ekan-da. Endi o'yin texmi qiziydigan bo'ldi. Bunda qiziq o'yin o'ynab baxmig'ili nihoyatda uzun bo'ldi ekan. Qaraganda sizlarga jasadning lozimi yo'q ekan. Endi sizlar bilan ko'rishishga, sizlarning qininglarni ichishga omroq bo'lgan bir do'stimni avatay. Uning odam qini ichmaganigimi xeyli uzun bo'lgan. Endi toza bir qini bo'lsin. Bu vaqtda yilqi so'rin talat Bayotining yoqi hech nimani tushunmay, Chaparminning qo'liga yana ozroq pul berib buyruq qildi. Sen berib, yilqi Yanxi deganning uyidan uning ko'ni kiyimi bo'lamdi, eski tuski oyoqlari bo'lamdi, ish qilib, Yanxi o'zini ishlatgan narsa bo'lsa menga agappa. Aka, bunchilik jiq pul berib, o ablahning eski tuskilarini o'g'riltib nima qilasiz? Onamni ko'ra sizga chiroyli qizchaqdan birini tepib akapasini bo'lmadimi, ha? Agar topshirganlarimning birisini xato o'rindab qoldigan bo'lsam, yana mendan mushundaq behuda savol so'raydigan bo'lsang, ularning o'rniga sening jiningni olaman. Ma'qul. Chaparman bo'lsa, uning ko'zdan yirtqush maxluqlarnikiga o'xshaydigan mudhish bir nurni ko'rdi-da, qo'rqindan tildirmo gapga kelmay qaytibli qoldi. Tez bo'l, nimaga qarab tursan? Metrlamay o'ltirdiganga cho'g'ananing uyi deb qoldingmi? Kash kirishdan burun men degan narsadan tayyorlab bo'l. Yana bir gap. Uning uyiga kirganingni qat'iy chandırib qo'yma. Shunda qilsam, yana senga nurg'un pul berman. Agar unda qilmaydi ekansan, o'zingga ogoh bo'l, ha? Pulning gapini anglab, uning bayamqi qo'rqinishlarini yo'qab, darhol Yanxining uyiga qarab yo'lga chiqdi. Bu vaqtda Yanxi Wang Lingni shaharga buyurib etib, o'zi boshqa lozimatli qurollarni setib olish uchun bozorga ketgan edi. Heliqi Chaparman Yanxining hovlisiga darvozadan ortilib kirib, uning uylarini qalaymaqon qilmasdan
oyan buyan izlab yurib, Yanğının karvat ostida ko'ni kashiga ko'zi tushdi-da, kashini qo'yniga silib, boya qandoq kirgan bo'lsa, yana shundoq chiqib ketdi. Bir hazodan keyin Wangling qaytib keldi. U kelganda Yanğının ishiga taqoq edi. O'lgur. Mushundoq jiddiy vaqtdimi bu ablah nega ketgan, ha? Shu tariqada taxminan 15 minutlarcha atrofida saqlagandan keyin Yanğının qarasi ko'rindi. U qo'lida yo'g'on bir xalta ko'tarib olgan bo'lib, ichida nima borligini belgili bo'lmaydi. Yana bir qo'lida bo'lsa, bir qora to'g'a ko'tarib olgan edi. Uyingda jim o'ltirmay nala ketding? Ko'midingmi? Lozimlik narsalarni setib olib keldim. Faqat sening qo'lingdagi ey narsaga tayinib olgan bilan murdidan qutulolmaymiz. Sening qo'lingdagi narsa-chu oxirgi ko'zur. Uni faqat amal bo'lmaganda ondan ishiltamiz. Mo'daq bo'lsin. Senmi bugun uyingga ketmay, mening yonimda qo'nib qol. Bu qitimqisi oldinqisiga o'xshamaydi. Ya'ni o'tgankidek ta'lim kep qilishi notayin. Mana qoldi gapni uy kirib deyishimiz. Yanğı shundoq deginicha Wangling bilan uyiga kirib ketdi. Heliqi chaparmanmu Yanğının kashini uning uyini qalaymaqan qilmay nihoyat ustunlik bilan o'g'irlagan edi. Ular uyda kechdagi ishlarga qanday taqobil turishni planlayotgan vaqtda Yanğının kashiga erishgan So'rin Talatmu uni qaslashning ko'yiga tushgan edi. Qo'shni yezda bir qadimiy qabristonlik bo'lib, uning qaysi zamonlardan boshlab qabristonlik bo'lganligini hech kim bilmaydi. Yezdagi peshqadamlar mundaq deydi. Bu ya faqatla tinch emas, joma. Bu yerda tirik murdi bor. Rost. Menmi shundoq deb anglagan. Ular shundoq deb yoshlarning uyaga berishini cheklaydi. Hökumət o'rinlarimi bu qabristonlikning o'rniga qurilish qilmoqchi bo'lib, har qitim mushiyaga kelganida bir necha kungacha to'xtamay qattiq yomg'ir yig'ib ketadi. Kechasi bu yerda uxlagan ishchilar bo'lsa, pat-pat kechasi qabr ichining taroq shig'inini anglab qoladi. Ba'zan ishchilar bo'lsa, o'zining bu yerda murdi ko'rganligini aytishib, bu yerdan ketishgan edi. Shuning bilan bu yermi qurilish qilinmay, shu beti tashlanib qolgan edi. So'rin Talat Yanğının kashini ko'tirgunicha Odul bozorga berib kuchuk setib oldi. Ondan kuchukni ko'tirgunicha burunqi ko'ni uyiga mangmasdan Odul qo'shni yezning qabristonligiga qarab yo'lga chiqdi.